Xabaringiz bor, mamlakatimizda yana bir muhim jarayon boshlanish arafasida. 2026-yil 15-yanvardan 28-fevralga qadar ikki bosqichda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirlari o'tkaziladi. Viloyat soliq boshqarmasida tashkil etilgan seminar ana shu mavzuga bag'ishlandi. Viloyat statistika boshqarmasi tomonidan viloyat soliq boshqarmasida tashkil etilgan seminarda mamlakatimizda joriy yilning 15-yanvardan 28-fevralga qadar ikki bosqichda o'tkaziladigan aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish jarayonlari muhokama qilindi. Seminar davomida mutaxassislar onlayn ro'yxatga olish jarayoni, bosqichlari va savolnoma tarkibi haqida batafsil tushuntirishlar berishdi. Shuningdek, Sensus.uz portalida to'liq ro'yxatdan o'tish va QR kodli sertifikat olish tartibi ham ko'rsatildi. Hurmatli Prezidentimizning aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish bo'yicha 173-sonli farmonlarning ijrosini ta'minlash maqsadida bugun Namangan viloyat soliq boshqarmasida amaliy o'quv seminar tashkil etildi. Amaliy o'quv seminarida viloyat statistika boshqarmasining yetuk mutaxassislari aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish bo'yicha tushunchalarni berib o'tishdi. Bu albatta aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish mamlakatimiz kelajagi uchun muhim tadbir hisoblanib, unda har bir kiritilgan to'g'ri ma'lumotlar dasturlar va qarorlarni ishlab chiqarishda muhim ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi. Mazkur tadbir orqali soliq boshqarmasi xodimlarini onlayn ro'yxatdan o'tish jarayonida ma'lumotlarning sifati va shaffof bo'lishini ta'minlanadi. Ro'yxatga olish ikki bosqichda amalga oshiriladi, ya'ni 15-31-yanvar kunlari onlayn tarzda 17 kun davomida OneID tizimi orqali barcha fuqarolar ro'yxatdan o'tishi mumkin. 4-28-fevral kunlari esa uyma-uy ro'yxatga olish jarayonlari amalga oshiriladi. Bunda mahalla yettiligi a'zolari planshet yordamida aholining har bir uyini aylanib ma'lumotlarini kiritadi. Savolnomada 71 ta savol bo'lib, shundan 54 tasi aholiga, 17 tasi esa qishloq xo'jaligiga oid. To'liq ro'yxatdan o'tgan fuqarolarga esa QR kodli sertifikat beriladi. Ushbu seminar bizning o'z vaqtida to'g'ri va aniq ma'lumotlarni kiritishimiz, jarayonni belgilangan tartibda bajarish uchun juda muhim bo'ldi. Seminarda ro'yxatdan o'tish platformasi, undagi bosqichlar, shaxsiy ma'lumotlarni to'g'ri kiritish hamda xatolarni oldini olish bo'yicha batafsil ko'rsatmalar berildi. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish mamlakatimiz uchun juda muhim statistik jarayon bo'lib, undagi har bir to'g'ri kiritilgan ma'lumot kelgusidagi reja va dasturlarimizni shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Shuning uchun bugungi o'quv seminar bizning mas'uliyatli ishtirokimizni ta'minlashga xizmat qiladi. Mazkur tadbirning asosiy maqsadi aholining demografik va ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlarini aniqlash, yashash darajasi va farovonligini o'rganish, qishloq xo'jaligi holati va asosiy mahsulotlar bilan ta'minlash istiqbollarini baholash tizimini yaratishdan iborat.